Assalomu alaykum. Akalar, do'stlar, yaqinlar, mana bugun akamizga, labosga ko'makashib qildik. Mana ko'raverasizlar, bu akamizning labosini yo'llariga shumizatsiyalar qilingan holatda bo'ldi. Mana bu joylariga mana konteyner qollar qo'yilgan. Bu tormozdagi kelgan yuklarni tiyilgan bo'lsa, mana bu kuzovga tushib kelgan yukni o'tkazmaydi, bukilmaydi va o'zini sifatini yo'qotmaydi. Mana bu joylarga mana penoplekslar ham qo'yilgan, shumkalar ham qo'yilgan. Polni u penoplex vazifasi mana bu hozirgi issiq kunida salonga issiqni orqadan o'tkazmaydi, sovuq kunlari sovuqni o'tkazmaslik uchun qilinadi bu narsa. Yo'llari ham 1,5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi. Shunday qo'lda ilmasligi uchun mana bu ochganda qo'lda kesmaydi. Shu holatda bo'ladi akalar. Poliga uloqsiz disklarimiz ham bor va rezinkalari ham bor. Bemalol unga ham telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Har xil qalinlikda bo'ladi. Va bu akamizning mashinasiga mana bunaqa sandiqchalar qo'yganmiz. Bu sandiqchasi kalitli ham, kalitsiz ham ochilish uchun mo'ljallangan. Mana bu holatda mana ochiladi. Mana troslari qo'yilgan, qalinliklari yaxshi. Ichiga arqon guluchlarni solib, hamkaratlarini solib yursalar bo'ladi. Mana bu mana bonus sifatida bo'ladi. Bu mana bu akkumulyatorda bu yonidan urgan mana bu loy urilsa, balondan chiqqan loylarni to'sib turadi. Akkumulyatorga zarar yetkazmaslik uchun qilinadi. Bu sandiqchalar alohida sotilaveradi. Bir tuniga qoplatgan akalar bo'lsa ham bemalol sandiqchaga murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol dastlabki qilib chiqarib beramiz. Kelishilgan holatda O'zbekistonda hamma viloyatlarga chiqarib beryapmiz. Tepasiga bagajlari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu ko'rgan raqamlarimga bemalol telefon qilishingiz mumkin. 24 soat aloqadamiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yonida. Kelaverasizlar.